Xudo xohlasa ertaga indin nasib qilsa mana bu Po'lat doda bergan yashilagan xudo xohlasa Karpat zotli arlani Ibrohim akadan mayskidan olib kelamiz xudo xohlasa. Jahongir og'ayni madalari bo'ladi. Jonlari sog' bo'lsin. Xudo xohlasa chiroyli qilib arlani qilib beraman deyaptilar. Jonlari sog' bo'lsin. Xudo xohlasa mana shu xonadonni o'zida 10-15 yashil qilish niyatimiz bor xudo xohlasa. Keyingi yil bu arlani paket qilib sotish niyatimiz yo'q. Xudo xohlasa arlani o'zidan ko'paytirib, yashillarni qo'shib, xudo xohlasa mana shu o'zida 10-15 yashil qilib turib, qolganini xudo xohlasa top qolib chiqish niyatimiz bor. Ko'rib turganinglardek hozircha arzorimiz kichkina. Xudo xohlasa kengaytirish niyatimiz bor, top qolib chiqish niyatimiz bor. Xudo xohlasa arlani Xudo xohlasa yaxshi niyatlarimiz bor. Har doim aytib o'tib ketaman, Po'lat dodaga kattakon rahmat, jonlari sog' bo'lsin. Asal olish uchun medagonka berdilar, yashillar, rom detallar, hamma narsa berdilar. 90% ishimizni Po'lat doda jonlari sog' bo'lsin bitirib berdilar. Katta hadya qildilar bizga asalarichilik boshlashimiz uchun. Mana arilar ko'z tegmasin zo'r ishlayapti. Juda ham zo'r ishlashyapti, ko'z tegmasin. Bu karnika zotli arilar. Biza to'liq bitta ishlab turgan oila sotib olmaganmiz. Biz asalari paket sotib olganmiz, yosh oila sotib olganmiz. Shuning uchun sirop beramiz, shakar berib turamiz, arilarni ko'paytirib olish uchun. Hammasi zo'r ishlayapti, xudo xohlasa.